uyda ko'pkari bo'lyapti. Ha, endi qizim bola bo'lgandan keyin shok bo'ladi-da. Bu darajada emas-da, ya. Bunga ketsa krisham ketib qoladi-yu. Ana, ikkingiz ham keldi. Hech kim yo'q-ku. Xotin 4 ta bola qarayman deb tom ketib qoldimi deyman. Xotin men eshitaman. Yaqin ikkingiz yana jo'ralarimga talab ketdi. Hech kim yo'q-ku. Xotin pishib qopti-ku. Xotin ancha charchabsan, men mana pulni oldi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Men mana pulni oldi, ayang bilan bozorga borib mazza qilib dam olib kel. Bolalarga o'zim qarab turaman. Voy, buncha siz juring, ko'ylaklarimiz, erinkalarimiz topishganlar. Tavba qildim. Hozirgi xotinlar 4 ta bola qaramay tomi ketyapti. Bola qaraysiz hozir. Ko'rsataman. Jo'ralar bola qarash buncha qiyin. Bizda ham shu ahvol jo'ra. Bolali uy bozorda do'sti. Voy, hamma joy bo'ri to'xtab bo'pti-ku. Bola degan ham shunchalik bo'ladi. Qo'yib oyoqda jo'ralar yordam beringlar. Qo'shni eringiz kim bilan gaplashyapti? Voy, bir kun bolalarga qarayman deb tomi ketib o'zimni o'zi gaplashib o'tiribdi. Mayli, qo'shni chiqib turinglar. Mayli. Dadasi, qo'shni kim bilan gaplashyapti? O'zi bilan o'zi gaplashyaptimi? Ha, 4 ta bolaga qarayman deb tom ketib qopti bechorani. Ha, bular yoshda. Ha, mana biz 6 ta bolaga qarab normal yuribmiz-ku. Yur, ovqating tayyor oladi. Ketdi. Anu kuni dadasi eringa teshilib qopti. Hey, menga qara, jim o'tir, atrofimda aylanma, boshimda aylantirasan. O'zi senlarni uyga tashib o'zim chiqsam ularga.